Sizlar bilan Dalelbek YouTube kanalida ana shu mashhur Islom aka reklama qilgan to'g'ri futbolni o'ynab ko'ramiz. Qani kechi. Menga animatsiyalar yoqdi, mana gol. Oliver Giroud. Nishonlashlari ham zo'r ekan. Futbolchilarni o'xshatishga baho beraman. Yaxshi ekan u baribir ham. Ondan 8 beraman futbolchilarni o'xshatish. Bilasizlar, men Barselona muxlisiman. Sizlar bilan 2019 Deils'ni ham o'ynab ko'rgan. Uni qanday olishni ham o'rgataman, faqat 100 ta like dan keyin degandim. Hali 100 ta like yig'ilgani yo'q, do'stlar. Shuning uchun ayta olmayman. Cuadrado. Do'stlar, ana ketdi hujum. Boshlandi. Saqotishlar bo'lyapti. Bu o'yinni ichidan bo'lsa kerak. Men aldash. Va ana hop. Asta deb qo'ydi. Do'stlar, o'yinni tomosha qilib borasizlar. Sariq bo'ldi do'stlar, chalib yubordim. Johnsonga sariq ko'rsatildi. Do'stlar, birinchi taym tugadi. Yaxshi o'yin bo'ldi, 5-0. Mana tarkibim do'stlar. Himoya baratada o'rtaga ana shu mashhur Manchester City'da o'ynagan va Lindelof. Buni bilaman, kimda o'ynagan? Manchester United, Bissak, Inter, Gosens, men buni bilmadim. Buni ham bilmadim. Johnson Liverpool, Crystal Palace'dan Galatasarayga o'tgandi. Cuadrado Atalanta'da, Rodrigo'ni bilsalaring kerak. Okafor Liverpoolda bir paytlar o'ynab ketgan edi. Hozir bilmayman qayerdaligini. Giroud ham bor. U bilasizlar, Lyon, Milan klub shunda ana shunday klublarda o'ynagan do'stlar. Albilol, Calvert-Lewin, Ansu Fati meni sevgan futbolchim. Qani endi shuni tushirib ko'ramiz. O'yinni tomosha qilinglar. Sizlar bilan Dalelbek. Xayr do'stlar, sizlar bilan Darel Levan bo'ldi. Keyingi videoga ko'rishamiz.